Nima? Bemalol. Da, pizdes. Ishonmayapsiz. Ishonmasam nima qilasiz? Uchinchisi bo'lib ko'rdingsiz bo'lmasa? Hmm? Albatta, albatta. Keling siz bilan ha yo'q o'ynaymiz. Yutkizgan odam 1000 rubl to'laydi. Siz hayo o'yinda necha minutgacha nima qilasiz? 2 minutgacha. Xohlasangiz siz savol berasiz, xohlasangiz men savol beraman. Lekin 1000 rublda обязательно to'lash, qochib ketish yo'q. 1000 rubldan Pulingiz bormi? yutkazib qo'ysam to'layman, ha? Yutib olsangiz men to'layman. Menga qarang, undaqa emas. 18 plyusda o'ynab ko'raylik. Yo, pulda o'ynaylikmi? Qanaqa bo'ladi u? Nima qanaqa bo'ladi? 18 plus qanaqa bo'ladi? Ha, hozir o'ynashim bilan 2 soat sikishdim deyotgandingiz-ku. Endi bilmay qoldingizmi? Voy, gapni ham oppa Men chorlashtirasiz. unaqa narsalarni tushunmayman. Men ana qishloqdanman-da. Menga jun gapira qo'y. Ha. Jun gapiring. Haliga bitta nima bor. Sizga bitta narsa aytib beraymi? Bitta shaharlik qizni yoniga borishdi. Bitta shart asbobini ko'rsatib, bu nimasi? Bu qo'tadi. Ko'rdingmi, ketdi qishloqqa boramiz. Qishloqqa borishdan keyin qishloqqa bitta qizni oldi, yunova qo'tagini ko'rsatishsa, bu cho'chadi. Ko'rdingmi? Qishloqlar cho'chadi, biladi, qo'tadi bilmaydi deb. Sekin hali qizdan so'rashdi. Sen nima o'rading? Sen meni tabilchimnikini oldi, uniki cho'chadi debdi. Meni tabilchim? Tabilchisinikini ko'rib qo'ygan ekan. U nima degani? Tabilchisinikini ko'rib qo'ygan ekan. Dalada ishlab yurgan. Dalada ishlab yurgan brigadnikini ko'rib qo'ygan ekan. Tabilchi. Ha. Tushundingizmi? Brigadinikini ko'rib qo'ygan ekan. U shaharliklarniki emas, brigadinikini ko'rib qo'ygan ekan. Siz ham endi o'zingizcha shunadi, endi menga nima qilmang. Bo'ldi. Endi men sizga aytaman-da. Endi meni ham eshitasizmi gapirsam aka? Eshitaman, albatta eshitaman. Bo'ldi. Bo'lmasa meni eshiting. Birinchidan sizni yoshingiz 35 da emas. 90-yildan kattaroqga o'xshayapsiz. Pust 90-yil ham bo'lsangiz. Katta odam ekansiz, yoshingizni yashirmang. Alloh bergan yosh aka, nima qilasiz yashirib? To'g'rimi? Necha yoshdasiz? Men o'zim psixologman-da. Psixologiyani necha yillab o'qiganman. Necha yil o'qigansiz o'g'lim? Bo'pti, gap bo'lishi. Siz nechinchi yilsiz? Necha yil o'qigansiz? Siz 35 yoshda emassiz, men bu narsani aniq bilaman. Siz 40 yoshdan kattasiz. Ha bo'ldi, topdingiz. 40 yoshdan kattaman, to'g'ri aytasiz. Xo'p, 40 yoshdan kattasiz. Bo'pti, dangal Dangal gapiryapman. Faqat g'ar xotinga o'xshab gapim bo'lmay turing. Men sizni indamasdan turib eshitdim. Qarang. Mana-da bitta joyga o'ylashimcha-da, bu sizga yaxshi maslahat. O'ylashimcha bitta joyga borishni kelishi bor, yemoqni qusmog'i bor. Bir joyga mehmonga borsangiz, uyga qaytishni o'ylaysiz, to'g'rimi? Qarang. To'g'ri, qabristonda eshigiga yozib qo'ymagan, faqat yoshi kattalar o'ladi deb. Lekinchi yoshingizni yashab bo'psiz aka. Tavba qiladigan mahallingizda nima bor bu? Bu yer yoshlarga. Yoshlarning joyi. Zinokor qariyalardan Allohning o'zi saqlasin. Tashog'ingiz osilib tizingizga tushib qolgan bo'lsa, navaralarni o'ynatib o'tiradigan paytda qizingiz tengi qiz bilan chiqib olib 18 plus deganingizga sizga eshiy siksin aka sizni, to'g'risi. To'g'ri. Siz gapni eshitib turing. O'zingiz efirda qanaqa o'ynayapsiz? Men o'ynayapman. Men o'ynayapman. Men bilan siz bir topamasiz. Nima ishingiz bor? Xotin kishi bilan teng kelasizmi? Kallangizga? Qarang, men karimda ham sizlar teng kelganim yo'q. Xafa bo'lmang yana. Mana, sen demayapman даже yoshingizni hurmat. Men sizni umma so'kkanim ham yo'q. Men sizni umma so'kkanim ham yo'q. So'kdingiz bir marta. Katta odam bo'lib, unaqa zinokor bo'lib yurmang. Zinokor qariyani Xudo hayotda kechirmaydi. Bizga endi tushunsa bo'ladi. Xudo insof berib qolar bizga. Albatta, insof beradi. Bizga ham insof berib qolar. Men hali 70 ga kirganim yo'q. Aka 70 ga kirmagan bo'lsangiz ham 40 ga kirdingiz. Bir oyog'ingizni go'r tortib qoldi. Chiqqaningizdan beri nam tuproqni hidi keladi. Qayerdan bu nam tuprog'i hidi kelyapti desam, sizlar qabristonni hidi kelyapti ekan aka. Keyin tushunib qoldim. Ha, buli qiridan o'tib qolganda deb.
Agar mening gapimdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, avvalambor aka, uzru devori burchagiga o'tib, Yo, men ko'tingizga haq o'rta bo'lmayman, qo'lingizni 3 umuman marta haq tiqib bo'lmayman. yuborsangiz yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, xafa bo'lsangiz ham menga po'xuy. Siz tiqvoying o'shanaqa qilib o'zingizga. Bo'ldi aka, menga tiqadigan boshqa narsa bor, xavotir Siz olmang. tiqolmaysizmi Siz o'zingizga prosta shunaqa? aytyapman-da, endi ko'tingiz qichib qolgan bo'lsa deb. Давай, следующий. Uf.